Bu $300. Seni haqqing. Bu do'sting ustidan yeyib turgan. Seni tilingda tirikchiliging. Ishqilib rozi bo'lsin-da. Alo. Assalomu alaykum. Hal qilamiz o'shini. Bo'ldi. Xo'p. O'rtoq bormisan? Xabar olmagunimcha o'zing bir xabar olmaysan ham. Shetdaman o'rtoq. Kel o'tir. Cho'saymasin, juda chiroyli joylar ochibsan. Yaxshi. Cho'say yaqin bir do'stimga mashina kerak. O'zing tushunasan temani, tirikchilik dardi. Shuni olib kelsam 300 dollar pul chiqarib bersang. Men ham tirikchiligim o'tardim. Bo'ldi, olib kel. Jigar, o'sha paytlar juda zo'r edi, qara. Vaqt ham juda tez o'tib ketibdi. Aytma. Senga aytgan avtosalonim shu. Ishonchli, yaqinda ochildi. Probegiga ham, kraskalarga ham juda o'z vaqtida javob berishadi. Xohlagan mashinani tanlab ol, sirasi olib ketasan. Rahmat o'rtoq, boringga shukr. Mashina bozordan mashina olsam aldam qolamanmi deb qo'rqgandim. Bu qilgan yaxshilik hech qachon unutmayman o'rtoq. Yur, kerak gaplashamiz. Mashinamiz hali sizga ma'qulmi? Ma'qul aka. Barakasini bersin. Bu mashinamiz dokumentlari. Mashinangiz dokumentlari. Bu mashinamiz kaliti. Yaxshi kunlaringizni ayting. Rahmat aka. O'rtoq, senga ham rahmat. Qani ketaversak Mayli o'rtoq, biz ketdik. Hali kelaman yoningga. Ish bor. Shoshmay tur, 1 minut. Do'stim, bu $300. Seni haqqing. Bu do'sting ustidan yeyib turgan. Seni tilingda tirikchiliging. Eng katta xiyonat birodaring sening so'zingga ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirish. Seni rost gapiryapti deb ishonib turibdi. Sen bo'lsa bilib turib ishonayotganligini senga yolg'on gapiryapsan. Eng katta xiyonat shu bo'ladi. Al-mu'minu yutba'u ala kulli xulq illa al-kibr wal hayana.